bilamiz deb abstrakt paradoks taklif qildi. Bu oddiy hayotga nisbatan kvant nazariyasini g'alati mantiqini yaqqol misoli bo'ldi. Tajribachilar endi dahshatga tushdi. Chunki kuzatuv chetdan turib qilinadigan amal emas, balki o'lchash jarayonida o'lchovchi ham unga ta'sir ko'rsatuvchi va uni xususiyatlarini o'zgartiruvchi reallikka aylangandi. Einstein ham klassik fizik sifatida ehtimollik fizikasiga shubha bilan qaradi. U Xudo qur'a tashlamaydi degan mashhur iborasini ta'kidlab, kvant noaniqligini rad etdi. U buni o'rniga yashirin parametrlar nazariyasini ilgari surdi. Unga ko'ra, kvant mexanikasini aniq izohlash uchun hozircha noma'lum bo'lgan chuqurroq darajadagi nazariya bor deb ishondi. Ammo keyinchalik Bell teoremasiga asoslangan tajribalar yashirin parametrlar nazariyasi kvant nazariyasini hamma bashoratlarini takrorlamasligini ko'rsatdi. Bundan kelib chiqdiki, tabiatni ehtimolli asosda tasvirlash olimlarga tabiat to'g'risida to'liqroq ma'lumot beradi. Uning ustiga kvant fizikasi beradigan ko'plab bashoratlar tajribalar asosida tasdiqlangan. Kvant fizikasi atomlar nega barqarorligini, quyosh qanaqa yorug'lik chiqarishini, yarim o'tkazgichlar, lazerlar qanaqa ishlashini tushuntiradi. Kompyuterlar, mobil telefonlar, zamonaviy kimyo va boshqa ko'plab sohalar kvant nazariyasiga bog'liq. Hatto hidni sezish va fotosintez ham kvant effektlariga asoslanadi. Schrödinger tenglamalari g'alati va tushunarsiz ko'rinsa ham, ular tajriba natijalarini juda yuqori aniqlik bilan ifodalaydigan matematik apparat hisoblanadi. Bugungi kunda biz yana ham yangi kashfiyotlar guvohimiz. Bitta misol kvant kompyuterlari. Ular klassik kompyuterlar bajara olmaydigan super vazifalarni bajarishi mumkin. Boshqa misol kvant shifrlash texnologiyalari bo'lsa, aloqa xavfsizligini mutlaq darajaga olib chiqishi mumkin. Hozirda butun dunyo bo'ylab davlatlar va texnologik gigantlar orasida bu texnologiyani ishlab chiqish bo'yicha raqobat kuchayapti. Xulosa qilib aytganda, kvant mexanikasi o'ta chigal ko'rinsa ham, u ilm-fan tarixidagi eng muvaffaqiyatli nazariyalardan bittasi. U olam haqidagi qarashlarimizni tubdan o'zgartirdi. Kvant fizikasi bizga yorug'lik, elektronlar va atomlarning aslida qanaqa harakat qilishini tushunishga yordam berdi. Shu bilan atrofimizda har bitta jarayon asosida ehtimollikka asoslangan kvant dunyosi turganini ko'rsatdi. Aniq tasvirlanadigan dunyodan ehtimollik dunyosiga o'tish insonni tabiat haqidagi tushunchasini boshqatdan tahlil qilishga sabab bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Izohlar bo'limida o'z fikringizni biz siz bilan kvant mexanikasi haqida batafsil videorolik davomida batafsil ma'lumotga ega bo'ldik. Mana shunday qilib, demak, o'sha bizni o'rab turgan olamni tushuntirishni yangi model ishlab chiqardi va bu model kvant mexanikasi modeli deb ataldi va kvant mexanika nuqtai nazaridan hozirgi kunda olib borib turgan narsalar nazariya bilan, demak, o'sha tajribalar hammasi bir-birini to'ldirib boradi va o'sha darsimiz oxirida o'sha davriy sistemalar, ya'ni kimyoviy elementlarning davriy sistemasiga ozgina to'xtalib o'tamiz. Bu davriy sistemani o'sha tuzilishini biz maktab programmamizdan, kimyo fanidan, fizika fanidan shu paytgacha tanishib o'tganmiz. Demak, bu yerda kimyoviy elementlarning davriy sistemasida bir qator o'sha metallar, metal maslar, demak, o'sha inert gazlar yoki o'sha radioaktiv elementlar, radioaktiv izotoplar, ishqoriy yer metallari yoki bo'lmasam kamyob yer metallari barchalarini o'sha tuzilishi, demak, joylashuvi shunday bo'ldiki, demak, bu o'sha kvant mexanikasining o'sha elektron yoki atom to'g'risidagi tasavvurlarini to'la tasdiqlab biladi. Demak, bugungi darsimizda foydalangan
adabiyotlarni ro'yxati quyidagilardan iborat. Ta'lim saytlari va internet resurslari bo'lsa quyidagilardan, ya'ni quyidagi resurslar bo'yicha o'sha nimani darsni yanada chuqurroq o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Shu bilan bugungi 10-ma'ruza mashg'ulotimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Salomat bo'linglar.